Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Mana bugun 3-may 2026-yil sanasida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Do'stlar, xudo xolasa bu safargi video lavhamiz ham kivilar to'g'risida bo'ladi. Ya'ni ko'rib turgan joylaring bizning tajriba uchastkamiz hisoblanadi. Kivilarimizni hamma yangi sortlarini payvand qilib, ochiq maydonda parvarishlayapmiz. Hozir shularni may oyida qanaqa darajada rivojlanyapti, qaysi sortlar bor, qaysilari gulladi, qaysilari meva beryapti, qaysi sortlarni yana yangi payvand qilmoqchimiz, shu to'g'risida bo'ladi video lavhamiz. Operatorimiz yo'q, shuning uchun o'zim iloji boricha sizlarga sifatli qilib video qilib berishga qaror qildim. Marhamat, ko'ringlar. Xo'p, do'stlar, bu ko'rib turgan maydonlari ochiq dala maydoni hisoblanadi. Bu joyga bundan taxminan 13 yil, 14 yil oldin payvand bo'lmagan jinsini aniq kivilarimizdan tajriba tariqasida ekkan edik. Shundan mana bir tupi yaxshi ko'klab qolgan. Mana ko'ryapsizlar, ochiq joy. Atrofi o'rov bas, hamma yo'g'i mana ochiq joy. Ko'ryapsizlar. Bir tupi ko'klagan, mana katta suv arig'ini bo'yida ko'klab, yaxshi rivojlanib, 6 yoshga yetganda gul ko'rsatgan. Tabiiy mana bu payvand bo'lmagan jinsini aniq ko'chat, tabiiy 6 yosh bo'lganda mana changlatuvchi erkak ko'chat bo'lib chiqqan. Mana ko'ryapsizlar, gullarning ko'rinishi tabiiy ravishda mana erkak ko'chatga aylangan. Sizlarga mana hammasini iloji boricha yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz. Operatorimiz yo'qligiga mana o'zim sizlarga olib ko'rsatyapman. Mana ko'ryapsizlar, changlatuvchi erkak kivi chiqqan. Mana ko'ryapsizlar. Mana hozir mana 3-may sanasidagi mana holatlarni sizlarga ko'rsatyapman. Ko'ryapsizlar, hamma yo'q mana gul. Hamma yo'g'i mana gul. Mana. Mana. Mana tokit holati. Mana erkak gullarimiz mana ko'rinishlari. Tabiiy mana erkak ko'chat chiqqan, ko'rganmiz mana gullari aniq bo'lgandan keyin buni mana oldidagi shoxiga ayol jinsdagi Hayward sortimizdan payvand qilganmiz. Mana ko'ryapsizlar, bu mana payvandlar tutib, rivojlanib, mana bular ham mana gullayapti. Buni payvand qilganimizdan keyin o'zi 3-4-yilga o'tib hosil berishni boshlagan. Mana o'shandan buyon hosillarni beryapti. Ochiq maydonda turibdi, mana hech qanaqa o'rov bas. Hayward sorti mana ko'ryapsizlar. Mana gullarning ko'rinishi. Ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi mana gullarining ko'rinishi mana. Hayward sorti. Mana gulini markazi mana oq tolachali bo'ladi. Yana ma'lumot o'rnida ko'rsatamiz. Mana. Hammasi mana Hayward sortimizni gullari. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Qaytdi qaratsam mana gullari. Mana ichkarini ham ko'rsataman. Mana hammasi mana gullari. Asalarilar ish rejimida, ya'ni changlatish ishlarini olib borishyapti. Hali ochilmagan gullari ham bor mana. O'sha ochilib bo'lib mana mevaga aylanib turganlari ham bor. Mana ko'ryapsizlar. Soya joylari sekinroq rivojlanadi mana. Quyosh tushgan joylari yaxshi rivojlanadi. Mana. Hamma tomondan sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bitta to'p, bir tomoni mana tabiiy changlatuvchi erkak chiqqan, ikkinchi tomoniga biz aralashganmiz, ya'ni bunga payvand qilib ayol jinsli ko'chatni mana shakllantirganmiz. Mana shu turishi mana bitta to'p o'zini o'zi changlatadigan ko'chat bo'lgan. Mana ko'ryapsizlar. Ochiq joyda hech qanaqa bir o'rov yo'q. Qishda ham shunday turadi, yozda ham shunday turadi. Mana ochiq dala maydonida mana shunaqa holatda turibdi. Endi bu sortimizni palg'ari qilib, yonlardan chiqqan shoxlarini ko'mib, mana shunaqa qilib davom ettiryapmiz. Bunga har xil sortlarimizdan mana shoxlariga payvand qilyapmiz. Hozirda bunga mana o'zini o'zi changlatadigan sortlarimizdan Isai sorti, Shimanovskiy sorti, Ananasiviy sort, Kensred sorti,
Jenevskiy sort, Jenny sorti, Baskov sortlari hamma sortlardan shoxlariga payvand qilyapmiz. Endi payvand ham hammasi idealni tutmaydi. Juda ko'p materiyalar bo'ladi. O'shalardan qolganlarini tarbiyalab bu Hayward sortimizni oldiga qo'shyapmiz do'stlar. Mana hozir sizlarga bir boshdan ko'rsataman. Bu ko'rib turganlaring mana yashil kivi, mana ko'ryapsizlar. Yashil kivimiz. Sentyabrskiy sorti mana. Ko'ryapsizlar. Juda chiroyli mana payvandlar tutgan. Xo'p, bu ko'rib turganlaring ham buni sherigi mana. Ko'ryapsizlar mana. O'zidan chiqqan shoxga payvand qilganmiz. Xo'p, bu ko'rib turganlaring mana ananasiy sort, qizil kivi. O'zini o'zi changlatadigan sort edi. Buni mana tajriba qilib biz aniq oxiriga yetdik. Mana shunisi mana changlatuvchi erkak ko'chat chiqqan mana. Umuman meva qilgani yo'q. Gullagan. Mana gullarini ham ko'rinishlari. Gullab mana yomg'irlarda, kecha yomg'irda ham rosa to'kildi bu. Mana ko'ryapsizlar. Mana shular ham hammasi mana gullarini o'rinlari. Bu changlatuvchi chiqqan mana. Changlatuvchi erkak chiqqan, tabiiy mana. Ko'ryapsizlar. Mana ananasiy sort. Mana baglari ham qizil bo'ladi bunaqa mana. Ko'rishlaring mumkin. Mana. Mana. Xo'p, endi men sizlarga buni ayol jinsini ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar, mana ananasiy sort payvand qilgan qismimiz. Mana payvanddan rivojlangan holatlari mana ko'ryapsizlar. Mana bandlari qizil bunaqa. Ko'rishlaring mumkin. Bu mana changlanib meva berishni boshlagan, xudo xolasa mana ananasiy sortimiz mana. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham serhosil mana mevalarning ko'rinishi. Ko'ryapsizlar mana. Hammasi mana shular meva mana. Ananasiy sort kivimizni mevalari. Xudo xolasa mana tajribalarimiz o'zini natijalarini bosqichma-bosqich beryapti do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Bu ham yangi sort bo'lib qo'shildi. Mana do'stlar, ananasiy sortimizni ham xudo xolasa tajribadan o'tkazib, hosilga kirgizib oldik. Hozirda bizda Hayward sorti, Gold sorti, Isai sorti, ananasiy sorti, Sentyabrskiy sorti, Jenny sortlari hosillarini bergan. To'liq o'zimiz tajribadan o'tkazdik. Qiziqqanlarga ko'chatlaridan chiqarib beraveramiz do'stlar. Bu tomonlarni ham mana ko'rsatib qo'yamiz. Haqiqiy ochiq maydonda mana. Bu Hayward gullari mana ko'ryapsizlar. Maza qilishyapti mana asalarini mana shunaqa ajoyib turi. Mana Hayward gullari. Endi savol bo'lishi mumkin. Ha, bu changlatuvchi erkak ko'chat bor ekan Haywardniki, o'shandan changlangandir deyishlar mumkin. Yo'q, bular oilasi boshqa. Argutda oilaga kiradi. Actinide Argutda ananasiy sorti. Bu o'zini mana changlatuvchisidan changlangan do'stlar. Haywardni changlatuvchisi Hayward sort, Gold sort, Bruno shu o'zini oilasiga kiradigan sortlarni changlatadi. Do'stlar mana ko'ryapsizlar. Qaranglar mana mevalarini, ananasiy sort. Xudo xolasa buni rivojlanish jarayonlari, mevalarini pishgan holati, uzish jarayonlari hammasini sog' salomat yursak video lavha qilib kanalimizga joylab boramiz mana. Endi bunga parvarishlarni yaxshi qilyapmiz mana. Zato mana mevalarni oldik. Hali bu O'zbekistonda birorta odam mana ananasiy sort qizil kivimiz meva qildi deb birorta video ko'rganimiz yo'q. Mana ko'rib olinglar. Bu yashil kivi bas mana. Baglari ham mana uyilib ham ko'rsataman. Mana mevasi bilan. Mana qizil, haqiqiy qizil kivi mana do'stlar. Ko'chatlardan kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Xo'p, endi mana yana Gold sort payvand qilib qo'ydik. Yashil payvand, mana ichki ko'rinishi. Mana pasporti. Xo'p, mana Isai sortidan payvand qilib qo'ydik mana, ko'ryapsizlar. Bunga mana soya qilmadik, o'zi salqinda turibdi. Xo'p, bunimiz mana o'zi Hayward sorti. Hayward mana. Xo'p, bunimiz ham mana Isai sorti mana. Quyoshdan himoyalab qo'ydik. Gold sorti mana, ko'ryapsizlar. Xullas, qisqa qilib aytganda hamma sortlarimizdan payvand qilyapmiz.
tutganlarini yaxshi parvarishlab, tarbiyalab mana shu tokimizga chiqaryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, ko'chatlardan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Mana ochiq maydonda, teplitsada, hamma sharoitlarda parvarishlab, natijalarini siz azizlarga ko'rsatib boraveramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.